Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. Bugun Samarqand shahrida Mangu Professional League 3 turniri bo'lib o'tadi. Markaziy Osiyoning eng qiziqarli MMA oqshomlaridan biri bo'lishi kutilayotgan ushbu turnirda ko'plab kuchli jangchilar oktagonga chiqadi. Turnirning markaziy jangida O'zbekistonning iste'dodli va mag'lubiyatsiz jangchisi Xatambek Bo'ynazarov braziliyalik tajribali sportchi Rangel Desa bilan to'qnash keladi. Bu jang nafaqat turnirning, balki butun oqshomning eng kutilayotgan bahsi hisoblanmoqda. Shuningdek, Bobirjon Tagayev va Alex Bublea, Davlatbek Xo'jayev va Kamal Gusinov, Amirjon Gafurov va Anis Yoqubov o'rtasidagi janglar ham muxlislar e'tibor markazida bo'ladi. Bundan tashqari Amirxon Ali Xo'jayev eronlik Alireza Shariati bilan kuch sinashadi. Firdavs Hasanov esa qirg'izistonlik Argen Maratbek Uluga qarshi oktagonga chiqadi. Ushbu janglar ham murosasiz va keskin kurashlarga boy bo'lishi kutilmoqda. Mangu Professional League bugungi kunda O'zbekiston MMA sportining rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan promotionlardan biri bo'lib, har bir turnirda yangi iste'dodlarni kashf etib bormoqda. Eng qiziqarli janglar soat 17 da boshlanadi. Hurmatli muxlislar, agar siz ushbu turnirni hech qanday qiyinchiliksiz tomosha qilishni istasangiz, bizning Telegram kanalimizga o'ting. Telegram kanalimizda sizlar uchun janglarni qulay tomosha qilish mumkin bo'lgan havolalarni joylashtirib boramiz. Telegram kanal havolasi video tavsifida qoldirilgan. Hozirning o'zida kanalimizga qo'shiling va Mangu Professional League 3 turnirning barcha eng muhim janglarini birgalikda kuzatib boring. Sport bilan birga qoling.